El-yurt umidi jamg'armasi ochiq stipendiya tanlovlarida qatnashish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish, nomzodlarning hujjatlarini qabul qilish elyurt.uz onlayn hujjat topshirish platformasi orqali amalga oshiriladi. Elyurt.uz onlayn hujjat topshirish platformasi orqali hujjatlarni topshirish quyidagi tartib asosida amalga oshiriladi. Ushbu qidiruvni amalga oshirasiz va platformaning asosiy oynasi ochiladi. O'zingiz uchun tegishli bo'lgan klyuch, ya'ni One ID orqali tizimga kirasiz. Agar siz xorijda o'qiyotgan yoki xizmat safari tufayli boshqa mamlakatda bo'lib turgan bo'lsangiz, kirish tugmasiga o'tasiz va so'ralgan ma'lumotlarni to'ldirasiz. Bular: birinchi bo'lib, shaxsiy identifikatsiya raqami, pasport seriyasi, tug'ilgan sana, parol va qayta takroriy o'sha parolni kiritasiz va oxiri bo'lib, men robot emasman tugmasini bosasiz va tasdiqlovchi rasmlar orqali tizimga kirasiz. Sizga xuddi shunday profil ochiladi va ariza qismiga o'tasiz. Birinchi bo'lib, ma'lumotlarni kiritish oynasi ochiladi va siz qaysi bosqichda ta'lim olishingiz kerakligini tanlaysiz: bakalavr, magistratura, doktorantura. Undan so'ng ariza berish qismida ariza namunasi keltirilgan. Ushbu ariza bilan tanishib chiqib, to'ldirilgan arizani qayta yuklaysiz. Keyin esa xorijda ta'lim muassasalarining ma'lumoti qismiga o'tasiz va o'qish uchun tanlagan mamlakatingizni kiritasiz. Bunda davlatlar nomi avtomatik tarzda chiqadi. To'rtinchi bo'lib, qabul qilingan universitetingizni kiritasiz va ushbu universitetning reytingi avtomatik tarzda aniqlanadi. Undan so'ng bilim sohasi va ta'lim sohasini tanlaysiz. Universitet tomonidan talab qilinayotgan tuition fee miqdorini hamda sizga universitet tomonidan berilgan grant miqdorini kiritasiz va ushbu universitetga qabul qilinganligingiz to'g'risidagi asoslovchi hujjat qabul xatini PDF shaklida yuklaysiz. Qabul xatini yuklashdan avval shartli yoki shartsiz qabul xati bo'limini tanlashingiz zarur. Agar sizda yana qo'shimcha qabul xati bo'lsa, yana qo'shish tugmasini bosasiz va xuddi shu tartibda uni ham kiritasiz. Xalqaro sertifikat bo'limida qaysi til sertifikatiga egaligingiz, darajangiz va til bilish sertifikatini yuklashingiz kerak. Eslatma: xalqaro sertifikat bo'yicha ma'lumotingiz izoh qismida jamg'arma tomonidan qabul qilinuvchi til sertifikatlari ro'yxati keltirilgan. Bakalavr uchun 6 va undan yuqori bo'lgan, magistratura va doktorantura ta'lim dasturlari uchun 7 va undan yuqori bo'lgan til sertifikatiga ega bo'lishi zarur. Sizda qo'shimcha xalqaro sertifikatlar bo'lsa, ularni ham yuklang. GRE, SAT va boshqalar bo'lishi mumkin va bunda ham darajangiz va asoslovchi hujjatni yuklashingiz so'raladi. Ta'lim ma'lumotida esa qaysi muassasani tugatganligingiz so'raladi. O'zingiz ta'lim olgan maktab yoki universitetni tanlaysiz va ta'lim muassasasi nomini to'liq kiritasiz. Shundan so'ng maktabni tamomlaganlik to'g'risidagi attestat yoki oliy ta'lim muassasasini bitirganligingizni asoslovchi diplomni yuklaysiz. Eslatma: agar siz xorijiy oliy ta'lim muassasasini tamomlagan bo'lsangiz, o'sha universitetning to'liq nomi va nostrifikatsiya hujjatini yuklashingiz so'raladi. Ushbu katakni to'ldirganingizdan keyin mamlakat, viloyat yoki shahar va tuman ma'lumotlarini kiritasiz. Oxirgi ta'lim muassasasini tanlaysiz va asoslovchi hujjatlarni yuklaysiz. Agar sizning unvonlaringiz bo'lsa, darajasi va tasdiqlovchi hujjatni yuklaysiz. Eslatma: ushbu katakni to'ldirish majburiy emas. Agar sizda unvonlar bo'lmasa, to'ldirmasdan o'tib ketishingiz mumkin. Birinchi oyna oxirida yagona interaktiv xizmatlar portali orqali tasdiqlangan ish staji yoki mehnat daftarchasidan ko'chirma yuklaysiz va davom etish tugmasini bosasiz. Birinchi oyna oxiridagi eslatmani tasdiqlashingiz kerak va keyingi oynaga o'tasiz. Ikkinchi oynada esa xorijda ta'lim olishdan ko'zlangan maqsad va ta'lim olish tugagach olingan bilimlarni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari haqida 300 so'zdan kam bo'lmagan esse yozasiz. Eslatma: siz tomonidan yozilgan essega alohida e'tibor qaratilishini bildirib o'tamiz. Esseni yozib tugatgach, yozib bo'lganingizni tasdiqlaysiz va yuborish tugmasini bosasiz. Uchinchi oynada esa sizning obyektivkangiz shakllantiriladi va qo'shimcha ma'lumotlarni yuklaysiz. Bular: o'rta maxsus yoki oliy, o'zingizga mosini tanlaysiz. Tamomlagan o'quv muassasasi va qachon tamomlanganligi, ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi, partiyaga a'zo yoki a'zo emasligi, ilmiy unvoni va ilmiy darajasi haqidagi ma'lumotlarni kiritish kerak.
Ushbu so'ralgan ma'lumotlar sizga to'g'ri kelmasa, yo'q tugmasini bosasiz. Keyin esa qaysi chet tillarini bilishi va davlat mukofotlari bilan taqdirlanganmi? Shu haqida ma'lumotlarni yuklash kerak. Telefon raqam, elektron pochta va ish faoliyatingiz qachondan qachongacha davom etganligi va qaysi lavozimda faoliyat yuritganligingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni yuklashingiz kerak. Ma'lumotnoma oxirida yaqin qarindoshlari to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Agar siz noto'g'ri ma'lumotlar kiritsangiz, platformadan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Tabriklaymiz. Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz.